10 yildan beri shu ahvol. Eri qanaqa kutib olishni bilmaysan. 10 yil deysizmi? 8 yil ishxonada o'tgan, asabimni uzmang. Ko'p gapirma, hozir o'zimga javob bera olmayman. Voy, siz qachon bir joyingizga javob bergansiz? Yo, hozir tortib yuboraman hozir. Voy, uyimizda sultoni nuri keldi. Bilasizmi, siz borligingizga har kuni shukrlar aytaman. Voy, sen meni ilhomimsan, seni ko'rsam pul topkim keladi. Voy, boringizga shukr. Har bir istagimni chorasini topgan. Nima? Voy, bular soxta. Hozircha chiqqamish bo'lib urishayotgandi, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ovsiningni ko'rolmasligingni ko'rdim. Eriga she'rlar aytib berishini qara. Sen albi bayramingda ham eplab she'r ayta olmagandirsan. Yo'q. Ha, bu bular Turishingni qara. bular soxta. Sanladingiz, soxta bo'lmaymi? Adasi. Oyim aytdilar, pomidorlarni pishmasdan tepib qo'yar ekansizlar. Boponam, Xo'p. sen faqat Oynurda tovlanishing kerak bilasan. Dadosh. Ho. Xo'p bo'ladi. Dadosh. Ey, soxtaligingni qara. Bor pomidoringni ter. Yana pomidor bitta o'zim teraman ekandi. Men bu uyda boshqa bitli qolsin yashamoqchi emasman. Ya qara, bular ham bizlarni uyda qisilib yashayapti. To'g'ri aytasiz, jannatim ukangiz, rosa yaxshilar. Aslida katta oila bo'lib biz chiqib ketishimiz kerak. Yo'q, ukamiz chiqib qolsin, Yo'q. yashashsin bular ham. Adajonisi, ko'zlarimni nuri, porlog'im. Yuribman erimning soyasida. Eman loyihasidan uy olamiz. Biz Xudo xohlasa. Adasi, Eman Riverside loyihasida bor yo'g'i boshlang'ich to'lov 15 million so'm, 30% to'lovga 4%, 50% to'lovga 6%, 70% to'lovga 8% chegirmasi bor. Endi ham uy olmasak bo'lmaydi. Ey, o'rgansang bo'lmaydimi ovsiningda? Akam bizani deb bu uydan chiqib ketyapti. Tasavvur qilyapsanmi? Oy, biz kichkina bo'lib ketishimiz kerak emasmi aslida? Emalloh aytganda. O'zimni ham menga foydasi tegar ekan. Birinchi bo'lib biza ketishimiz kerak. Tushundingmi? Oldimga tush. Hop. Eversilarmi? O'zi har safar sizni maqtagandan ko'ra ovsinni maqtasam bo'lar ekan. Sizni maqtaganda allergiya toshuvdi, asablari buzilib Voy, ketadi. inson bo'ldi qil chakag intinadimi? Miyamga berib yubordi ovozing. O'chir ovozingni. Ha deb qo'yavering, toba qildim. Voy, to'g'ri aytasiz, adasi. Ovsinim ilon emas, tilla o'zi, tilla. Agar hozir hayotda ko'rib qolsam, rahmat etib peshanasidan muh qilib o'pardim. Qo'ygan sanmi? Soxtaliging basharang ko'rib ketganini qara. Bu qalam unga o'xshaysan. Bor, oldimga tush. Voy, eshigini qarang, ko'rligingiz nima просто. Voy, ovsin. Nima ko'rgani keldingiz? Voy, siz mana uyimni ko'rgani keldingiz-a? Menga qarang, siz kichkina kelasiz. Sizdan oldin men kelganman. What deyman? Siz kattalarga qarab qolasiz uyda. Bekorlarni 5 soat etib sizga ish o'zi bilan olasiz, Menga qarang.